Bismillah, mana biz aytgan narsa mana ko'ringlar. Alhamdulillah, mashaalloh, mana Alloh panoh bersin. Hifzuhuma va huval aliyyul azim. Na'udan billahi minal xubsi val xaba'is. Na'udan billahi minash shaytonir rojim. Mana buni albatta bu opa yig'ib sotib olmaganlar. Bularda o'sha jin aytayapti. Mana sizlarga haqiqat bu, bitta buni o'sha javobgarligi bor mana. Bularda mana shu sandig'izga sandiqlariga bittasini sandiqda, bittasini o'sha padagoynikda tagida. Mana bular bilan jinlar, ya'ni iblis faxrlanadi. Biz buni botil qilishlik uchun mana shu holatda mana bismillahirrohmanirrohim. Mana biz buni olovga tashladik. Olov botil qilmaydi deganlar adashadi. Olovda botil bo'ladi albatta inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. Bu olamlar Robbini sehrida ustida ustunligi, Allohning qudrati sehrdan ustunligi haqidagi A'rof surasini 118-121 oyatlari bu sehrni botil qilish uchun o'qishlik durust bo'ladi.